Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Mana yana bitta pasiyentimiz keldilar. Undan oldin bir videoyimda ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni bular o'g'illari, ya'ni oilaviy kelishgan edi. Ya'ni ayollarni, farzandlarini olib kelgan edi. Mana hozir endi otalar keldilar. Bularda muammo asosan qo'llarini yaxshi harakat qila olmasliklari dedi. Ya'ni kuchli og'riq bor edi. Mana o'zlaridan hozir yana eshitasizlar. Ancha mana Xudoga shukr og'riqlarimizni mana qo'llarimiz ko'tarilishlari ancha yaxshi bo'lib qoldi. Xudoga shukr. Endi avvalambor Allohning siz sababchisiz. Faqat endi nimani Alloh o'zi shifo-davolar bersin. Ishqilib har doim odam bilmaydi mana masalan anaqa yurganimda majlisni boshqa qildim. Bo'lmadi shu. Baribir og'riqlarni haligacha qilyapman. Hozir anaqa qilgandan keyin ancha mana qo'llarim orqa qilganda, ko'tarilganda mana Bu nimalardan boshlanadi o'zi? bu menimcha shu shamollashdan boshlandi menimcha shu. Mana shundan ko'chki bitta nuqta to'shkasi og'rib turganda buni doktorga borganman prochestiga. Katinal massurin shu ketinal surinni surib berdim, baribir anaqasi bo'lmadi. Ikkinchi kun litsenziyasini olmadim, ikkinchi mana o'sha kecha salpal bilinmadi. Men kecha ham aytdim 50 ga dedim. Mana xudoga shukr bu ancha уже ana qilishda harakat qilishayotganda sal og'riq bordi. Endi bu birdaniga menimcha o'zi ketib qolmasa ham kerak endi. Chunki qancha yurudingiz? 2 oydan oshib qoldi-da. O'g'lim kelib anaqa qilgandan keyin bo'lib qo'lingizni olib yurdi, siz ham qo'lim og'riyapti, hali ham anaqa qilyotgandim. Yo'q. Shu bilan keldik mana. Xudoga shukr. Yaxshi. Xudo shifo bersa avvalambor. Tavsiyalarimizni обязательно qiling. Ularni qilishingiz kerak, ya'ni o'zingizni asrab turishingiz kerak. Xudo xolisa keyingi muolajalarni yana ham yengil his qilasiz xudo xolisa. Shunaqa muammo kimda bo'lsa, bizga plus belgisini qo'ying, aloqaga chiqamiz va like, podpiska qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar, o'zinglarni asranglar.